Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ingliz tilida phonetic rule, ya'ni so'zlarni to'g'ri o'qilishiga oid bir nechta qoidalarni o'rganamiz. Demak, boshladik. Right, yozamiz. Agar P bilan H birga kelsa, biz bu birikmani nima deb o'qiymiz? F holatida o'qiymiz. For example, misol uchun Said Ikrom, can you read? Phone or phone? Phone, right. Demak, P bilan H birgalikda kelsa, biz bu harfni bitta harfga, ya'ni bu birikmani bitta harfga F harfiga o'zgartirib yuborar ekanmiz. Tushunarlimi? Okay, right. Yozinglar. Next, keyingisi K hamda N harflari birgalikda kelsa, nima deb o'qiymiz buni biz? M holatida o'qiymiz, ya'ni K silent sound hisoblanadi ushbu holatda. Misol uchun Muxlisa, can you read? Ni, right, to'ppa-to'g'ri. Demak, K bilan N harfi birga kelsa, biz N deb o'qir ekanmiz. Next, keyingisi W and R birga kelsa, biz W ni tushirib qolib, faqatgina R ni talaffuz qilar ekanmiz. Misol uchun vriti holatida emas, balki right deb o'qir ekanmiz. Ya'ni bunda bitta W harfi silent, ya'ni o'qilmas ekan. Okay? Tushundingmi Said Ikrom? Next, keyingi phonetic rule demak. Bitta, 2, 3, 4. Agar double O birga kelsa, ya'ni ikkita O harfi so'z tarkibida kelsa, biz ushbu harfni U deb o'qir ekanmiz. Misol uchun nima deb o'qiymiz buni? Book deb o'qir ekanmiz. And the last one, oxiringisi ikkita I harfi birga kelsa, biz I holatda o'qir ekanmiz. For example, misol uchun read o'qiymiz. Peel or peel? Peel, right. I ni sal cho'zib o'qir ekanmiz. Tushunarlimi? Demak, bugun sizlar bilan PH, KN, WR, double O, double E harflarini so'zlar tarkibida to'g'ri o'qilishni o'rgandik. Tushunarlimi? Okay, goodbye.